Bu maslahat ishlashning oqibati biza eshik ichkariga ochilsa 6 sm ichkariga qilib beringlar deganmiz. Mana qirradan 3 qilib ketishgan ekan, 3. Endi yomon solishdi mana. Mana shuncha uloq solib berishdi. Nima sababdan uloq solishdi mana? Stik eshik tengiga tushish uchun. Mana. Agar hozir mana shu yamonni solmaganda mana yamonni o'rnida tarkib turardi. Mana shunday 3 sm boshdan oxirigacha tarkib ko'rinib turardi. Hozir mana eshikning tagiga tushdi uloq. Bu yoq tarkib, bu yoq kafir. Endi ko'ngilliga ish bo'ldi. Sizlarda ham shunaqa ish bo'lib qolmaslik uchun eshikchi bilan maslahatlashib, mana hamma eshikda bor. Mana bundan qilib ketishgan. Keyin kelib mana ulandi, mana ozgina peripati ham bor. Keyingi qo'yilgani mana bundan sal tushib qoldi. Mana birinchi qo'yilganidan. Mana tarkib bilan stikka mana eshikning tagiga tushyapti shunda. Yopganingizda kafil. Ochganingizda tarkib. Mana uchinchisida ham xuddi shu. Mana kecha qilib ketishgan, keyin mana ulangan holi mana. Mana shu qora kafil emas, tarkib bo'lib qolardi agar ulanmaganda. Shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yamiz, salomat bo'linglar.